Dasturimiz davom etadi. Surxondaryo iqtisodiy salohiyati yuqori, investitsiyaviy imkoniyatlari keng viloyat. Bugun hududda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanilgan holda sanoat, qurilish, xizmat ko'rsatish, turizm va boshqa barcha sohalar izchil rivojlanib boryapti. Bunga Termiz erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan bazalt toshlarga ishlov berish orqali yuqori qo'shilgan qiymatli qurilish mahsuloti chiqarish loyihasi misol bo'la oladi. Muxbirimiz tayyorlagan navbatdagi lavha aynan shu haqida. Surxon vohasiga ilgari agrar hudud sifatida qaralgan, ammo yaratilgan sharoit va tashabbuskorlarga berilayotgan imtiyozlar uni bugun sanoatlashgan viloyatga aylantirmoqda. Bu o'zgarishlar asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarda ham namoyon, jumladan vohaning yalpi hududiy mahsuloti 2016-yilda 12 trillion 179 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil yakunida bu raqam 54,4 trilliondan oshdi. Shu davrda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2 trillion 200 milliard so'mdan 14 trillion 880 milliard so'mga yetkazildi. Davlatimiz rahbari 2023-yilda Surxondaryo viloyatiga qilgan tashrifi chog'ida sanoatni rivojlantirishdagi eng katta zaxira bu mavjud konlarni ishga solish ekanligini aytgan edi. Ana shu topshiriqlardan keyin viloyatda tadbirkorlar tomonidan juda katta bir loyihalarga qo'l urildi. Biz hozir Termiz tumanining Ayritom mahallasidamiz. Bu yerda joylashgan Termiz erkin iqtisodiy zonasi hududida 3 gektar maydonda bazalt plitalar ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Bilasizmi, 26 million dollar qiymatga ega bo'lgan ushbu loyiha natijasida hali Surxondaryo sanoatida shu paytgacha bo'y ko'rsatmagan mahsulot ishlab chiqariladi. Shu yerda 2023-yil bu loyihani boshladik. Hozirgi zamonaviy uy-joy qurilishida ishlatiladigan elektr energiyasi va gazni iqtisod qiladigan, shu bilan birgalikda tovushdan ham saqlaydigan bazalt plitalar ishlab chiqarishga moslashtirilgan. Yiliga 30 ming tonna bazalt mahsulotlar ishlab chiqarilgan mo'ljallangan. Hamma uskunalarimiz Turkiya, Xitoy davlatlaridan keltirilgan bo'lib, hammasi so'nggi rusumdagi uskunalar. Hamma tomonlari bularda avtomatlashtirilgan. Inson omili kam ishtirok etadi. Yurtboshimizning tadbirkorlarga qilayotgan e'tiborlari juda katta. Bizlar bilan muloqot o'tkazib, har bir viloyat barcha tadbirkorlar bilan suhbatlar, ularning kamchiliklari yuzma-yuz holda so'raladi. Bundan ilhomlanamizki, mana shu loyihalarni quryapmiz. Amaldagi soliq qonunchiligi bo'yicha, bundan tashqari o'sha iqtisodiy zonalar bo'yicha prezidentimizning qaror va farmonlari bo'yicha 3 million dollardan boshlab investitsiya kiritgan tadbirkorlarga imtiyozlar mavjud. Ushbu bazalt ishlab chiqarish loyihasi eng yuqori, ya'ni 15 million dollardan ko'p investitsiya kiritilayotganligi munosabati bilan amaldagi o'sha soliq qonunchiligi bo'yicha yer solig'i, mulk solig'i, suv solig'i, foyda soliqlaridan to'liq imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'lyapti. Ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, yana qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishga ushbu imtiyozlardan qolgan mablag'larni sarflashga juda katta imkoniyat yaratiladi. Surxon vohasida yer osti va yer usti boyliklari ham serob. E'tibor bering, 2017-yilgacha viloyat hududida 77 ta foydali qazilma konlari davlat balansida qayd etilgan bo'lsa, o'tgan 7 yil davomida o'tkazilgan geologiya qidiruv ishlari natijasida qo'shimcha bitta Qo'rg'oshin Rux va 28 ta Noruda qazilmalarining yangi konlari aniqlanib, jami konlar soni 106 taga yetdi. Bazalt toshidan issiqlik saqlovchi vositalar ishlab chiqarish va ularni eksport qilishga qaratilgan mazkur korxona zaxiralardan foydalanishda debocha loyiha sanaladi. Korxona ishga tushgach, 300 dan ortiq kishining bandligi ta'minlanadi. Hozirda xorijiy mutaxassislarga mahalliy kadrlar biriktirilib, ularni malakali muhandislar qilib tayyorlash ishlari olib borilmoqda. Bu yerda hozir biz xitoylik mutaxassislar yordamida so'nggi texnologiyalar, Germaniya asosida yaratilgan texnologiyalarni so'nggi bosqichi, ya'ni avtomatik tizimlarni ulash bosqichida ishlayapmiz. Zavodning ishga tushayotganini eshitib, shu yerda ishlayotgan kursdoshlarimdan o'zimdan suhbat asosida ishga qabul qilindim bu yerga. Korxonada bir yilda 345 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilib, tayyor mahsulotning 4 million dollarga teng qariyb 5000 tonnasi xorijiy davlatlar bozoriga sotiladi. Byudjetga 20 milliard so'mlik tushum ham amalga oshiriladi. Bu hali hammasi emas. Bazalt, dolomit kabi ma'danlarni qayta ishlash natijasida 205 milliard qo'shilgan qiymat yaratiladi. Turkiya, Germaniya, AQSh, Avstriya, Yaponiya va Xitoy kabi mamlakatlardan keltirilgan yuqori unumli uskuna va jihozlar bunga to'la imkon yaratadi. Aytish lozimki, yangi loyihalar qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiyotni mustahkamlash va aholi farovonligini ta'minlashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.